Ugriga, husnbuzarga qarshi ayting, okajon iltimos debdi Toshkanlik ekan. Akam, xo'p, aytaman, bozorga borib limon olib keling. Yarimta limonni piyolaga siqasiz, keyin bir choy qoshiq chayni sodani solib aralashtiring. Bo'tqa bo'ladi. Ana shuni bo'ydoqlarning ustiga, husnbuzar, ugrilar ustiga surtab chiqasiz. 5-10 minut tursa achitadi. Keyin iliq suv bilan yuvib tashlaysiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yuzda banichka qilish kerak. Kulishlaring mumkin, oyoqda banichka qilib, yuzda qanday qilib banichka qilish mumkin deb tog'oraga qaynoq suvda solsangiz par chiqadi. Ana shu parga yuzingizda tutib turasiz 5 minut, yuzingiz muloyim bo'ladi. Keyin yuzingizni 5 minutdan keyin olib, sochiqda isitib, bir betingizni tozalab artib tashlaysiz. Qo'lingizga bint baylab, asta-asta ichidagi iring yomon narsalarni chiqarib tashlaysiz. Bu ikkinchi yo'li. Uchinchisi, aspirin tabletkasini 2 donasini olib 2-3 tomchi suvga aralashtirib, bo'tqacha qilib, ana shuni surtab chiqsangiz ham yotishdan oldin bir kunda bir mahal. O'sha ham husnbuzarlar yo'q qiladi deyilgan. Bir haftada bir marta bajarasiz bu tabletkani. Keyin hijoma olsangiz ham, hijoma ham husnbuzarlar yo'q qiladi deb eshitganman. Nima sabab chiqadi husnbuzarlar, bo'ydoq, ugrilar? Odam organizmida yog'li miqdor ko'payib ketgani sababli yuzlardan chiqishi mumkin, peshonadan, qo'llardan, yelkadan, oyoqdan, har joydan urib chiqishi mumkin. Mevali narsalar ko'proq yeng. Suvni ko'proq ichishingiz kerak. Bir kunda 1 litrdan oshiq suv ichish kerak. Ertalab 2 piyola, obedda 2 piyola, kechqurun 2 piyola suvni ko'proq ichib yuring, baraka topkunlar. Xo'p deng, bilganlarimni aytyapman, o'qib. Yuzingizni bir kunda 3 mahal tozalab, sovunlab yuvib yuring, baraka topkunlar. Bir xillar shunday yuzini sovuq suvga endi yuvib qo'yadi-da, tozalab, sovunlab yuzingizni toza saqlang. Jonlaringiz sog' bo'lsin. G'ulomjondan foydali maslahat kanali. Bitta like, podpiskani bosib qo'y, baraka topkur. Kerakli ma'lumotlar doim telefoningizda tayyor bo'ladi. Tojikiston, viloyat sud nohiyasi Zafarobod, Tojikiston va 5.